Mana endi bo'y borasida farq bor. Raimov Milliy gvardiya vakili. Jang boshlandi. Chapaqay Raimov. Low kick. Japarov gilam tashqariga chiqarib yubordi raqibini. Qizil belbog'li sportchiga og'zaki ogohlantirish jang maydonidan chiqib ketganligi uchun. Jab o'tishni so'rayapti, lekin endi mana shu sekunddan hech kim ko'rmagan narsalarni ko'rib qolar ekan. Uni keyinchalik faqat takrorlab qolarda biz ko'rib qolamiz. Zarba ko'rmadik, yana bir bor. Ha, ko'ribdi, qoyil. Mana o'sha zarba. Chap qo'l. Aytdim-ku, bu sekundant, hozir kimligini ham aniqlashtiramiz. Ismi Sharifona. Hech kim ko'rmagan, hech kim e'tiroz bildirmadi. Sportchiga bir qo'l zarbasi uchun. Voy. Ko'rib qoladi ekan ana shunday ko'rinmas zarbalarni. Endi aslida ko'ringan edi, ammo e'tibor parterga edi ko'proq. O'sha vaziyatda 1-0. Japarov oldinda. Va hozir tushib qolishga bir baqiya qolyapti. Raimov vaziyatdan unumli foydalanishi mumkin, ammo ushlash holatini yuzaga keltira olmadi. Himoyalandi Japarov. 5 soniya ortiqcha kuch sarflamaydi, barobar hisob teng. Chap qo'l zarba o'tdi. Qizilga menimcha Japarovda o'tgandek. Chap qo'l yon taraflama zarbasi. Endi chap qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba Raimovga o'tgan bo'lishi mumkin. Men turgan nuqtaga teskari edi vaziyat. Klinch. Kombinatsiya orqali kirib oldi mana shu klinchga. Raimov himoyalanyapti. Uzun qo'llari bilan raqibni o'zidan uzoqlashtirib turibdi. Afg'oniston himoya hisoblanadi. Shu qo'l jangida qo'li to'siq qiladi qo'yadi. Zarba o'ng qo'l o'tdi. Japarov Klinch. High kick Raimovdan. Noaniqlik yana bir. Raqib oldinga qadam tashlashni kutyapti Raimov mana shu zarbasini yo'llashda. Japarov. Yo'q, o'tmadi zarba. Japarov toliqdimi yo'qsa ham yoki toliqqanligini ko'rsatyaptimi? Teng holat sifatida qayd etilyapti. Yo'q, bu zarba bu yerda inobatga olinmaydi. Ammo undan avval chap qo'lida zarbasini o'tkazgan edi Raimov. Bog'layapti, raqibga hech qanday harakatlanish imkoniyatini qoldirmayapti. Jangni kuzatishda davom etamiz. 3-2 Raimov oldinga chiqib oldi. Jismoniy holatiga ega bo'lish mumkin emas. Mana chap qo'lda zarba darhol. Back fist. Back fist 5-2 yoki 5-3 bo'ladi. Endi mening taxminim bu var. Aylanma back fist zarbasi mo'ljaliga bor deb aytib o'tmoqda.
Mana shu zarba. Endi qanchalik hisobga olishadi uni hakamlar? O'tibdi. 5-3. 1,5 daqiqa vaqt. Shikoyat bo'yicha ko'k belbog'li sportchiga qo'l zarbasi uchun 5-3. Japarov endi zaxiradan kuch topish kerak. Yoki Sodiq Raimov jismoniy holatiga ega bo'lishi mumkin emas. Bal Japarov 5-4. 5-6-5. Har ikkisiga bal berilyapti. Biroz nafasini rostlab olish imkoniyati mana qanday natija beryapti Japarovga. Himoyaga tegyapti bu zarba Japarovda. Raimov sky kick ortidan nima bo'ldi? O'sha zarbadan avval demak Japarovning zarbasi o'tganligini qayd etishini so'rayapti. Mana shu zarba. Perkot zarbasi qoringa. Yo'q. Birinchi marta adashyapti, ushbu sekund. Kechirimli. Referi. Yo hakamlar oxirgi bal. Yo'q, ko'kka ko'tardan, ko'kka oxirgi holat. Qirq 3 soniya 7-5. Shunda davom etsa kerak. Yo'q. Oxirgi holat hisobga olinmadi. Qo'y. Jang davom etadi. Raimov kutadi endi. Raqib tashlanishini kutadi. Chap qo'l zarba o'tdi. Japarovda Zarba hisobga olinmadi. Raimov takedown yakuniga yetkazganicha yo'q. 27 soniya. Raimov foydasiga ishlaydi bu vaziyat. Japarov bo'g'ish usulini amalga oshirishga harakat qilib ko'rdi. 7-5, 21 soniya. Kurash holati uchun qizilga aktivmiz. Kurash Faqatgina faollik. Jab. Penalti ko'tyapti. Japarov charchadi. Jismonan charchadi. 8-5. O'ng qo'l cross. Bal ko'kka. 8 Bal qizilga. 9-6. Jang yakuniga. Raimov finalda. Ilyos yana o'sha an'ana davom etadi. Uzoq yillar mobaynida endi. Ilyos Raimov qo'l jang bo'yicha mamlakatimiz qiyosidagi turnirlarda doimiy ravishda final janglarda qatnashib kelyapti va Raimov Ilyos g'alaba qozondi. Ushbu jarayon katta ehtimol bilan katta ehtimol bilan emas, aniq davom etadi. Qurbonov Sergey Mudofaa vazirligi jamoasi vakili